olam, bugun mani to'yim va ishonasizlarmi, hozir salondan chiqib uyga ketyapman. Ich-ichimdan shunaqa baxtli ekanligimni his qilib ketyapman-da, Allohga hamd va sanolar aytib. To'g'ri, juda ham hayajon bor. Hozir ota-onamni tashlab ketishimni o'ylasam yig'lagim kelyapti. Lekin aslida bugun bu kishim mani katta hayotga, haqiqiy uyimizga olib ketishlarini o'ylab, to'g'risi xursand bo'laman. Bizani ijodni, birgalikda ijodni boshlaganimizdan beri yaxshi ko'rib, bizga havas qilib, bizani qo'llab-quvvatlab kelayotgan har bir insonga, har bir qizga kamida shunaqa baxt nasib qilishini tilakdoshiman. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xudo xohlasa bizlar bilan shu paytgacha birga bo'lganinglar uchun rahmat. Bu boshlanishi, bu bizani go'zal hayotimizni bir boshlanishi deb ayta qolaman. Bundan buyog'iga inshaalloh biz bir oila bo'lib, chiroyli, manfaatli, sizlarga foydasi tegadigan kontentlarni yuritishga Xudo xohlasa va'da beramiz. Inshaalloh Alloh qodir qilsa, sizlarni xursand qilishdan charchamaymiz. Har bir qizga kamida mandek sevilish, baxtli bo'lish nasib qilsin deb qolaman.